Taniqli raqqosa Malika Qurbonova Ravshan Komilov bilan o'rtasidagi munosabat, odamlarning gap-so'zlari hamda hayotidagi armonlari haqida kutilmagan intervyu berdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Kanalimizga obuna bo'lib, o'zbek shou biznesi olamidagi eng sara yangiliklarni birinchilardan bo'lib bilib boring. Raqqosa Malika Qurbonova Darakchi YouTube kanaliga bergan intervyusida oila hamda kasb muvozanatini saqlash, sahna faoliyatini davom ettirish rejalari hamda xonanda Ravshan Komilov bilan o'rtalaridagi munosabat haqida ochiq-oydin intervyu berdi. Men uchun birinchi o'rinda oila albatta, so'ng san'atim turadi, lekin hozirgi kunda ikkalasini imkon qadar teng olib ketishga harakat qilaman. Chunki ikkalasi ham muhim hamda qadrli. Biroq ayol kishiga buni teng olib borish juda qiyin. Nazarimda bu borada erkak san'atkorlarga osonroq. Chunki ayollarning zimmasida oila, farzandlar, turmush o'rtoq, qaynona-qaynotaning oldidagi mas'uliyat ko'proq bo'ladi. Oilamni ham, kasbimni ham sevaman. Raqsdan kechish qiyin. Pul uchun san'atga kirmaganman. Inson kasbini yaxshi ko'rsa, uni tark etishi og'riqli bo'ladi. Qachon san'atni chiqib ketishimni hech kim bilmaydi. Avvalambor hammasi Allohdan. Har bir ishning boshlanishi bo'lgani kabi yakuni ham bor. Shu sabab har bir ishimda chiroyli yakun bo'lsin deyman. Ota-onam uchun ham san'atni tark etgim kelmaydi. San'atni tark etish niyatim yo'q. Sababi bu umr, yillar bilan bog'liq narsa. To'g'ri, hozir opam ma'lum sabablar bilan san'atdan yiroqda. Buning o'ziga yarasha sabablari bor. Qolaversa bu boshqa yo'lni tanladi va men buni qo'llab-quvvatlayman. Har bir ishning yakuni borligi rost, lekin o'zimga keladigan bo'lsam, hozircha ketish niyatim yo'q. Bilaman, qachondir baribir buning ham oxiri bo'ladi. Niyatim peshonamga yozilgan bo'lsa, chiroyli yakun bilan faoliyatimni tugatish. Chunki keyinchalik muxlislar bizni yaxshi xotiralar bilan eslashini xohlayman. Menimcha kasbini yaxshi ko'rgan odam qachon tark etishini, dam olish yoki tanaffus qilishini o'ylamaydi. Xudo peshonangizga qanday yozgan bo'lsa, shunday davom ettiraverasiz. Ko'pchilik opam ikkimizni Ravshan Komilovning raqqosasi deydi. Bu juda g'alati eshitiladi. Ushbu xonandaning kliplarida raqs ijro etishimiz aslida alohida o'ylangan strategiya emas. Qaysidir xonanda bilan qaysidir raqqosa yaxshi tandem bo'ladi. Misol uchun xonanda Imron bilan Durdona Qurbonova, Alisher Fayz bilan Parizoda yoki opam bilan menda Ravshan Komilov. Bularning hammasi tasodifiy tandem. Oldindan nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Tandem yaxshi ketsa, keyinchalik yana ijodiy faoliyatni davom ettirishadi. Bu albatta omad va mehnatga bog'liq. Hayotimdagi og'riqli nuqtam ota-onamni yo'qotganligim. Opam bilan birgalikda eng katta orzuyimiz bolalik davriga qaytish. Oila davrasida ota-onamiz bilan birga bo'lishni juda xohlaymiz. Chunki bugungi kunda ular yonimizda emas, vafot etishgan. Ular bilan o'tgan yillarni juda sog'inaman. Hayotimda bittagina og'riqli nuqtam bor. Bu ota-onamizni yo'qotganimiz. Opam uchun ham xuddi shunday. Hayotning qolgan barcha qiyinchiliklarini yenga olaman. Bunga kuchim ham, sabrim ham yetadi. Haqiqatda bardoshli ayolman. Hayotdagi bir-biri bilan ketma-ketligim, ota-onasizlikka ko'nikishim qiyinligi. Bu og'riq ketishi qiyin, ketolmaydi ham. Shukrki hamma narsam, oilam, turmush o'rtog'im, farzandlarim bor. Opam ikkimiz qaniydi bir kungina imkon bo'lsa-yu, qizlik uyimizda ota-onamiz bilan hammamiz birga o'tirib ovqatlar tayyorlab, dasturxon atrofida jam bo'lsak edi deymiz. Ular bilan o'tkazgan damlarimizni sog'inamiz. Ular oddiy odamlar bo'lishgan. Oilamiz oddiylikdan, oylikka yashaydigan o'qituvchilar oilasi bo'lgan. O'zlari yemay-ichmay bizlarni katta qilishdi. Onam bilan dadam bizlarni sahnada ko'rishni juda orzu qilishgan. Farzand katta qilishning qanchalar qiyinligini o'zimiz ota-ona bo'lib endi tushunyapmiz. Bugun ota-onam uchun ham san'atni davom ettirishni xohlayman. Chunki onam umrlarini bizning kelajagimiz uchun baxshida qilgan. Syomkalarga doimo bizlar bilan borardilar.
kerak bo'lsa kechgacha bizni kutib o'tirardilar. Shu bilan o'zlarining orzularini unutgan, deydi Malika Qurbonova. Avvalo yonimda borliklari uchun turmush o'rtog'imga rahmat deyman. Har doim qo'llab-quvvatlaydilar. 2 nafar guldek farzandimiz bor. Menga ishonadilar, ruxsat beradilar. Qolaversa og'ir, vazmin, yaxshi inson. Eng asosiysi ulardan farzandlarim uchun minnatdorman. Chunki o'qishni bitirib ijod qildim. Boshqa qizlarga nisbatan kechroq 26 yoshda turmushga chiqqanman. Turmushimizning boshida ozroq vaqt farzand bo'lmadi. Shu sababli farzand ne'mati men uchun juda qadrli, deydi raqqosa. Baxtli oila qurish uchun muhabbatning o'zi yetarli. Tajribamdan kelib chiqqan holda ayta olamanki, oilada muhabbat juda muhim. Har bir narsa muhabbat asosida quriladi. Masalan, kasbga ham muhabbat asosida erishiladi. Farzandlarga ham mehr muhabbat kerak. Agar dunyoda muhabbat bo'lmasa, hayot ham bo'lmaydi. Mehr muhabbat oqibat borki, dunyo turibdi. Shuning uchun oilada o'zaro muhabbatning bo'lishi juda muhim deb hisoblayman. Chunki bir-birini yaxshi ko'rgan oila a'zolari bir-birlarini kechira oladi. Ayblar, xatolarga ko'z yumiladi. Birgalikdagi hayot davomida duch kelinadigan to'siqlar ham muhabbat tufayli birga yengib o'tiladi. Men muhabbatni bir-birini e'zozlashni ota-onamdan o'rganganman, deydi raqqosa Malika Qurbonova o'zining bergan intervyusida.